Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Janbada. Tushdan ilgari Jugirgash kentimizdan biroz aylangandim. Hamma yerda shu qadar hayajonli tabiiy hayot manzaralari. Shunga biroz tartib hozirlarga sundim. Bahragan bo'lishinglarni tilayman. Jugirab etib qarsam bu almaliq bog'dagi almalar shunchalik may bog'lab pishib ketibdi. Bir tarafda qizil alma, bir tarafda seriq alma, men yaxshi ko'radigan almalar. Shunga bu bog'ning ichiga kirib, sizlarga bir asar sunay dedim. 1933-yili 9-ayning 28-kuni Atishning Bag'iriq kentida bir ma'rifatparvar oilada ulug' bir inson, bir Uyg'ur dunyoga kelgan. U kim? Cho'qim bilasizlar. U bizning faxrlik olimimiz, faylasuf, ma'arifchi, ma'rifatparvar marhum Abdushukur Muhammad Emin. Shundaq, marhum olimimiz hayot bo'lgan bo'lsa, bu yil dal 92 yoshga kirgan bo'ladi. Marhum olimimiz bizdan naytimi baldur ayrilib ketib qoldi, ammo har qitimliq mana shundaq tavallud kunlarda marhum olimimizning asarlarini o'qish yoki marhum olimimizning shu sharaflik, sholliq hayot musofirlarga bag'ishlangan asarlarni o'qish orqali marhum olimimizni cheksiz hurmatlar bilan yod etamiz. Bugun qo'limda o'ylanish ichida ilgirlash nomli bu katta kitob. Ilgari bu kitobdan sizlarga xili ko'p asarlarni o'qib berdim, davomli o'qib beraman. Chunki bu kitobdagi har bir maqola marhum olimimiz Abdushukur Muhammad Eminga bag'ishlangan biri-biridan esil maqolalar. Bugun o'zingizlarga sunmoqchi bo'lganim Abdushukur Muhammad Eminning izdanish yo'li va muvaffaqiyati. Mazkur maqolani Kurash Mahmudjon bilan Sherin Qurbon birlashib yozgan. Bu yerda avtorlar haqida biroz tanishtirish berilibdi. Men biroz qisqartib o'qib beray. Kurash Mahmudjon raisi 1952-yil 5-ayning 10-kuni Korli shahrida tug'ilgan. Xinjiang universitetining professori. Uning umumiy logika, oliy maktab til adabiyoti, Uyg'ur familiya tadqiqoti qatorliq kitoblari nashr qilingan. Sherin Qurbon tojik. 1952-yil 12-oyda Toshqo'rg'on tojik avtonom nahiyasida tug'ilgan. Xinjiang universitetining professori. Uning tadqiqotdagi to'hfasi ko'proq tojik madaniyati tadqiqotida ko'riladi. Kurash Mahmudjon raisi bilan Sherin Qurbon bu maqolasini Abdushukur Muhammad Emin vafot bo'lgan yili yozgan bo'lib, yondorqi yili, ya'ni 1996-yili Xinjiang universiteti ilmiy jurnalining 1-sonida g'oya, izdanish, muvaffaqiyat degan mavzuda e'lon qilgan. Bu maqola rayonimizda Abdushukur Muhammad Emin tadqiqotiga yo'l ochgan maqola bo'lib hisoblanadi. Haqiqatan bu tövandagi bu maqolani anglagandan keyin shuni his qilsizlarki, bu maqola nihoyatmi atrofliq izdanish natijasida ro'yobga chiqqan. Xo'sh, boshlaylik. Yodingdadir balki sen tug'ilgan an, hamma kulgan edi, senli yig'lagan. Shundaq yashig'inki ketar chig'ingda, hamma yig'lab qolsin, sen mang'in xandan. Abdurahim Jami. Birinchi, Abdushukur Muhammad Eminning hayot faoliyatlaridan qisqacha bayon. Uyg'ur xalqining zamonimizdagi atoqliq olimi, pishqadam muarifchi, talantliq adib, Xinjiang universitetining professori
Abdüşkür Muhammed Emin 1933 yılı 9 ayının 28 günü Atuş'un Bağıraq kentide mərifətpərvər ailede dünyaya kelgen. O başlangıç ve o'rta mektep yani Darul Mualliminni tugatgandan keyin 1950 yılı Sabık Şinjan İnstituti Hazırqı Şinjan Üniversitetining bioximiya kasbiga o'qish kirgan. 1952 yılı Şinjan İnstitutini bitkizib, ana maktabining o'zida o'qituvchilikqa taqsim qilingan. Shundan tartib vafot bo'lganga qadar Şinjan İnstituti va Şinjan Üniversitetida 40 necha yil o'qituvchilik bilan shug'ullanib keldi. U kichikidan tartibla g'oyalik va g'oya manzilida izdindigan ruhga ega edi. U qitirqinib o'rganatdi. Atrofliq mukammal bilim elish uchun u tildan iborat bu ilm qurolini egallab olishning muhimligi, zarurligi va ta'xirsizligini bilgan edi. Shunga u ana tili yoziqini mukammal bilgandan sirt Xanzu til yoziqi, rus tili yoziqini puxta o'rganib olgan. U yana qadimki Uyg'ur tili, yaqinqi zamon Uyg'ur tili, Paris tili qatorliqlardanmi belgilik ma'lumotga va foydalanish iqtidoriga ega edi. U o'zining ko'p tilni bilish afzalligidan chevarlik bilan foydalanib, falsafa, logika, estetika, til, adabiyot, san'at, tarix, millatshunoslik, jamiyatshunoslik, turkologiya, arxeologiya, etnografiya, dinshunoslik, Uyg'ur madaniyatshunosligi, O'rta Osiyoshunoslik qatorliq sohalarda keng va chunqur ma'lumot olgan edi. O'qituvchilik qilish jarayonida u ijtimoiy fanlar bo'yicha falsafa, umumiy estetika, qatlamli estetika, tarixiy materializm va jamiyat tarixi, O'rta Osiyo ideologiya tarixi qatorliq darslarni ta'sis qilgan. Taklif bo'yicha nurg'un joylarga berib leksiya so'zlagan. U ko'plagan darsliklarni tuzib chiqib, maktabning darslik qurilishiga o'z to'hfasini qo'shgan edi. To'liq kurs o'quvchilari va aspirant o'quvchilarni tarbiyalab, maktab uchun iqtidorli o'qituvchilarni, jamiyat uchun nurg'un ixtisos egalarini yetishtirib bergan. Şinjan Üniversitetining taraqqiyotiga va istiqboliga ko'ngil bo'lib, maktabga nurg'un ahamiyatli takliflarni bergan edi. Qisqasi, u ma'rif taraqqiyotiga o'chmas to'hfalarni qo'shgan. U to'hfakor bog'van, yetilgan muarifchi degan nomga munosib. Abdüşkür Muhammed Emin hayotida yana atoqli ijtimoiy faoliyatchi edi. U Osonliq millatlar falsafa ideologiya tadqiqot jamiyatining a'zosi, Jungo Turkologiya ilmiy jamiyatining a'zosi, Jungo O'rta Osiyo madaniyat tadqiqot jamiyatining a'zosi, Uyg'ur klassik adabiyot tadqiqot jamiyatining a'zosi, G'arbiy diyor san'at tadqiqot jamiyatining muavin raisi, Yipak yo'li tadqiqot jamiyatining muavin raisi, Abdunum rayonluq muqam san'ati tadqiqot jamiyatining muavin raisi, Abdunum rayonluq estetika ilmiy jamiyatining muavin raisi, Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonluq yozuvchilar jamiyatining a'zosi, Şinjan Üniversiteti ilmiy jurnali va Tarim jurnali qatorliq ilmiy va adabiy jurnallarning tahrir hay'ati bo'lgan. U ko'p qitim mamlakatlik nupuzluq ilmiy muhokama yig'inlariga qatnashgan. Yaponiya, O'rta Osiyo qatorliq davlat va rayonlarga berib, ilmiy tekshirish va ilmiy doklad berish faoliyatlariga ishtirok qilgan edi. Abdüşkür Muhammed Emin 1995 yılı 2 ayının 27 günü kesel sebebi bilen baxtga qarshi 62 yaşında Ürümçide vafot bo'ldi. Biz bir atoqliq olimdan, to'hfakor bog'vandan, talantliq adibdan, mashhur ijtimoiy faoliyatchidan ayrilib qoldik. Lekin u bizga bebaho obida,
g'oya yo'lida bir umr to'xtavsiz izlanadigan tepilmas ijodkor ruh biroz qoldirdi. Davamlaştıray. İkinci. Abdüşkür Muhammed Emin'nin ilmi əsərlərinin qısqaca məzmunu. Mərhum alimimizin ilmi əsərləri bək köp. Bu Abdurla asasən degidək hər bir əsərini birdən düşəndiribdi. Mən şulardan biraz tallab oqub berey. Yoki bo'lmasa sal qisqartib o'qiy. Alim Abdüşkür Muhammed Emin'nin əsərləri sistemisida ilmi əsərlər sanının köplüki, sübtinin yüksəkliki, qimmatinin bebaholigi bilan alohida ko'zga tashlanib turadi. Abdüşkür Muhammed Emin'nin ilmi əsərləri məxsus əsərlər və ilmi maqollardan iborat ikki qismdan tarkib topadi. Məxsus əsərlər jumladan rasmiy nashr qilingan və nashr qilinish oldida turgan əsərlər tövendikilerini öz içine aladı. Birinci, Uyghur xalqining klassik muzikasi 12 muqam haqqida. Bu əsərni Millatlar Nashriyati 1980-yili nashr qilgan. Bu katta əsərdə Uyghur xalqining qimmatli tarixi, badiiy mirosi və muzika boyligi bo'lgan 12 muqam hukm, tushuncha, tarixiy jarayon, xususiyat, alohidilik, tekstologiya qatorliq jihatlardan mufassal bayon qilingan. Bu asar Uyg'ur xalqi orasida, jumladan mamlakat ichi va sirtida kuchli inkas qo'zg'agan. Shundan e'tiboran 12 muqam tadqiqotchiligi mushu asar asosida yangi bir pallaga yetgan. Bu asar 3 qitim qayta besilgan. 1985-yili Xinjiang Xalq Nashriyati mazkur asarni Xanzu tilida nashr qilgan. Ikkinchi, Xinjiangning tang davridagi naqsh usul san'ati. Bu asarni Xinjiang Xalq Nashriyati 1980-yili nashr qilgan. Bu asarda manba va uchur ma'lumotlar asosida Tang sulolasi davridagi Xinjiangning naqsh usul san'ati va uning o'ttir tuzanglik rayoniga ko'rsatgan ta'siri muhokimalik bayon qilinib, ilm sohasidagilarning yuqori bahosiga erishgan. Ondan qolganlari 3-chi, Uyg'ur falsafa tarixiga oid masalalar. Bu bir kollektiv to'plam. Bu to'plamga olimning 5 parcha maqolasi kirgizilgan. Bu Uyg'ur falsafa tarixiga oid masalalar degan kitobdan sizlarga bir necha parcha maqolani o'qib berdim. Kitob o'qish munbirimizda bor. 4-chi, Farabi va uning falsafa sistemasi. Bu asarni Xalq Nashriyati 1986-yilda nashr qilgan. O'lchamlik bu ilmiy asarda muallif Farabining xos asarlari va risolalari, to'plamlari hamda chet elning Farabi to'g'risidagi tadqiqot natijalariga asosan tarix va falsafa nuqtasidan chiqib, Farabini u yashagan zamon va makon kategoriyasi ichiga qo'yib, Farabining tabiat falsafasi ta'limotlari, ijtimoiy falsafa ta'limotlari qatorliq cho'ng temalar bo'yicha mantiqliq bayon qilgan. 5 qism 16 bobliq bu asar elimizda Farabi tadqiqotchiligidagi sistemalik tadqiqot bo'lib, mushu soha tadqiqotchiligini yangi bir pallaga ko'targan. 5-chi, umumiy estetika. Bu asarni 1985-yili Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati nashr qilgan. Ham darslik, ham ilmiy asar xarakterini olgan bu kitobda Abdur yuksak mahorat bilan go'zallik nazariyasi, estetika hukm nazariyasi, san'at go'zallik nazariyasi, estetika kategoriyalari nazariyasi, estetika tarbiyasi nazariyasi, estetika tarixidagi rangarang mazhab, iqim va ularning
nazariyalari nuqtasidan güzel til bilan bayon qilib sharhlagan. Asar mushu fanning rayonimizdagi bo'shliqini to'ldirgan. 6-si qatlamliq estetika. 7-chi Uyg'ur adabiyoti tarixi. 8-chi Jungo osonliq millatlar falsafa tarixi. Bu boshqalar bilan birlikda yozgan kitob bo'lib, uning ichidagi Uyg'urlarning falsafa ideyasi qismini marhum olimimiz yozgan. Ilmiy tadqiqot sohasida ajoyib izlanish orqali mo'l muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirgan olim Abdushukur Muhammad Emin zamondoshlarining yuksak bahosiga erishgan. Yuqoriqilardan boshqa uning Konfuzi va Idiqut madaniyati nomli maqolasi Konzi tug'ilganligining 2540 yilligini xotirlash munosabati bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Muarif fan madaniyat tashkiloti tarafidan uyushtirilgan muhokama yig'inida o'qilgan. Hamda bu maqola mazkur muhokama yig'inining maqolalar to'plami 3 tomliq kitobga kirgizilgan. Bu to'plam Shanxay 3 birlashma nashriyoti tarafidan 1992-yili nashr qilingan. Olimning tövəndəki 10 parça kitobi nashrga tayyorlangan. Uyg'ur falsafa tarixi, Uyg'ur muqam xazinasi, G'arbiy yurt toshkemir san'ati, oila, Shinjongdagi millatlarning falsafa ideya tarixi, Qutatqu belik xazinasi, qadimki Markaziy Osiyo, Yipak yo'ldagi san'at javharlari, Uch viloyat inqilobining qisqacha tarixi, Yarqin aslimalar, men va mening xalqim. Bilisizlar, bu nashrga tayyorlanib, marhum olimimiz hayot chig'ida nashr qilinmagan bu kitoblarni Yolqin Ro'zi qatorliq sarkilarimiz birdan nashr qildirdi. Demak, marhum olimimizningki to'liq nashridan chiqqan kitoblaridan agar xatolashmagan bo'lsam, mana shu 18 parcha bor. Xo'sh, davomlashtiray. Biraz su ichib olay, usab ketibdimi? Ammani ichib etmay. El usab ketsam ichilgan narsa topaman. Davomlashtiraylik. Shu qadar bir hayajon bilan o'qiyapman. Ba'zi ovozlarim sal ching chiqib ketyapti-ku deyman. Sal neytral o'qishga tirishay. Olimning yuqorida ko'rsatib o'tilgan yirik maxsus asarlari yuqori ilmiy saviyaga, bilish qimmatiga ega bo'lib, bular avtorga ajoyib shuhrat keltirib, uning muborak nomini tarix sahifasida qoldirib qolmasdan, yana Uyg'ur madaniyatiga shon shavkat elib keldi. Mushu sababli uning nomi Shangangda nashr qilingan mashhur jungoliklar qomusiga kirgizilgan. Professor Abdushukur Muhammad Eminning ilmiy maqolalari son jihatdan ko'pligi bilan har qanday odamni hayron qoldirib, o'yga soladi. Biz sahifa cheklamasini ko'zda tutib, bu yerda muhokamalik bayon bermay, faqat uning ilmiy maqolalarining mavzusini ko'rsatib o'tishga majbur bo'ldik. Bu ilmiy maqolalarning mavzularini men o'qib bermay, chunki bu yerda 135 parcha ilmiy maqolaning mavzusi xotirlangan. 135 parcha ilmiy maqola e'lon qilingan. O'tib ketay bu yoqdan. Albatta bu maqolalardan
Sizlarga men xeyli ko'pni o'qib berdim. Masalan, Yipak yo'lidan Uyg'ur madaniyatining ango'shlarini qayta tepib olish, ruhni saqlamlashtirish, millatni gullantirishning muqaddimasi qatorliq shu maqolalarni albatta munbirimizda o'qib berdim. Yana Uyg'ur islom madaniyati haqida qisqacha bayon deganga o'xshash maqolalarni asosan o'qib berdim. Xudoyim buyursa yana davomli o'qib berishga tirishaman. Davomlashtiray. Mana bu 135 parcha ilmiy maqola to'liq son bo'lishi natayin harmas talmas olim Abdushukur Muhammad Eminning e'lon qilingan maqolalaridir. Egilishimizcha yuqorqilardan boshqa olimning yana 10 necha parcha ilmiy maqolasi har qaysi jurnal tahrir bo'limlarida o'chira saqlab yotmoqda. Biz olimning ilmiy maqolalariga qarata turga ayirish, selishtirish, tahlil yurgizish va umumlashtirish ilib bordik. Bu jarayonda mundaq 3 nuqtani his qildik. Birinchi, olimning ilmiy maqolalari son jihatdan ko'p, temasi rangarang, sifati yuqori bo'lib, ko'pinchisi nopuzliq ilmiy jurnallarda e'lon qilingan. Tilga ilishqa arziydigani shuki, olimning 50 parchaga yaqin ilmiy maqolasi Xinjiang Universiteti ilmiy jurnalida e'lon qilingan. Nihayat aniqki, olimning ona maktabi Xinjiang Universiteti tadqiqot kuchi alohida kuchlik bu farzandiga uning tadqiqot qobiliyati va yoziqchilik mahoratini ko'rsatishga zamin hozirlab bergan. Olim bo'lsa, ona maktabiga abadiylik shon sharaf keltirgan. Ikkinchi, olimning ilmiy maqolalari Uyg'ur tili, Xanzu tili, Yapon tili, ingliz tili va o'zbek tillarida e'lon qilingan. Demak, olim Uyg'ur madaniyati tadqiqotchiligini Xinjiangdan mamlakatdan dunyoga yuzlantirishga tirishgan hamda bu jihatda ko'zga ko'rinarli natija qozongan. Uchinchi, olimning tadqiqot temasi nihoyatda keng va atrofli. Ammo bir nuqta nihoyatda aniqki, u bo'lsa-mu, olim bütün diqqat e'tiborini va zehni kuchini, hatto butkul hayotini Uyg'ur madaniyati tadqiqotiga sarf qilgan va atagan. O Uyg'ur madaniyatini oddiy tuz siziq bo'yicha emas, balki ko'p nuqtadan, har qaysi taraf jihatlardan, har xil qatlamdan, turlik munosabatdan tadqiq qilgan. Mərhum olimimiz hayat bo'lgan bo'lsa, yana qandoq tadqiqotlarni qilib o'tgan bo'ladi. Mana mərhum olimimizdan ayrilib 30 yil bo'lgan bugungi kunda shu 30 yil ilgariki bu ilmiy tadqiqot natijalarini o'qiganimizda haqiqatan hayajonlanmay tura olmaymiz. Faxrlik olimimizning makoni nurlar ichida bo'lsin. Davomlashtiray qarindoshlar. Uchinchi, Abdushukur Muhammad Eminning adabiy asarlari va ularning qisqacha mazmuni. Professor Abdushukur Muhammad Emin mo'l-husulluq olim bo'lib qolmasdan yana mo'l-husulluq adabiy ijodiyatchi edi. Uning rangarang she'ri nasrlari, adabiyot san'at obzorlari, dramalari, aslamalari, kino ssenariylari va hikoyalari hozirgi zamon Uyg'ur adabiyoti munbirida chiliqarliq o'rin tutadi. U real hayotni obraz orqali tafakkur qiladi. Uning balog'at va fasohatda voyaga yetgan qalami ostidagi chin obrazlar turib, yiroq o'tmish manzarasiga boshlab borsa, turib g'oyaviy manzillarga boshlab boradi. U yaratgan obrazlar
jismoniyatidan kishiga badiiy san'atning haqiqiy qimmati va lazzatini his qildirdi. Uning rasmiy e'lon qilingan va e'lon qilinish oldida turgan asarlardan tövandikilar bor. Birinchi, Ruboiyat. Qashqar Uyg'ur nashriyati 1982-yili nashr qilgan. Bu shoirning tunji ruboiy to'plami bo'lib qolmasdan, balki Uyg'ur adabiyotidagi tunji ruboiy to'plamidir. Shoir Nur Muhammad Erki bu ruboiyatga tadqiqot xarakterlik muqaddima yezib, shoirning iste'dodiga va uning ruboiyatiga nihoyat yuqori baho bergan. Demisimi, to'plamdagi ruboiylar falsafaviy fikrning yuksakligi, obrazlarning yorqinligi, hissiyotning chinligi va tilining go'zalligi jihatda ruboiyning o'lcham mizoniga to'shgan. Ikkinchi, Ruboiyat. Ikkinchi to'plam. Qashqar Uyg'ur nashriyati 1990-yili nashr qilgan. Shoirning bu to'plami oldingi to'plamning davomi va ravoji bo'lib, qurilma, mazmun, hissiyot va til jihatda texmi ilgirlagan. Uchinchi, Qarliq tog' shajarasi. She'riy roman. Biroz qisqartay tushuntirishni. To'rtinchi, Cho'qliq. She'r to'plami. Beshinchi, Komira Jiva. Kino ssenariysi. Yuqoridagi asarlardan boshqa adibning yana Savdoliq ta'ajjubnomasi, nasr to'plami, Orifnoma, falsafaviy nasr to'plami, Husan Maliksi, kino ssenariysi, G'azaliyat, Bahoriyat, Shirin va Serin, Oq tuz, Shabnam va Ushqun, Hamroyi g'azallari qatorliq she'r to'plamlari original bo'yicha uyda saqlanmoqda. Bu originallardan ba'zilari yana shu Yalqin Ro'ziga o'xshash kishilarimiz tarafidan nashr qilindi. Bulardanmi sizlarga tanlab o'qib berdim. Kitob o'qish munbirimizda bor. Davomlashtiray. To'rtinchi, Abdushukur Muhammad Eminning tarjima asarlari. Professor Abdushukur Muhammad Emin Uyg'ur madaniyati tarixiga pishiq olim bo'lib qolmasdan, yana jahon madaniyati tarixidanmi xeyli yuqori ma'lumotga ega bilim egasi edi. Uning bu jihatdagi bilimlari, uning ilmiy asarlari, adabiy asarlari, fanni umumlashtirish asarlarida ro'shan ifodalandi. Uning har bir asrining oxiridagi sharh izohlarning o'zila kitobxonlarga mo'l bilim va ma'lumot berdi. U kitobxonlarning ehtiyojini asos qilib, Jungo va chet elning nurg'un munavvar asarlarini hozirgi zamon Uyg'ur tiliga tarjim qildi. Uning bu jihatdagi Uning bu jihatdagi ajrning barakatidan Cho'qliq qiz, 9 nazm, estetikidan leksiyalar, Shakespeare sonetlaridan tanlanma, Shohnoma qatorliqlar ana tilimizga tarjima qilindi. Yuqoridagi tarjima asarlarining asli avtorlaridan Shakespeare, Obul Qosim Firdavsi, Chuyuyan qatorliqlar jahon adabiyoti munbiridagi katta shaxslar bo'lib, Abdushukur Muhammad Eminning ularning asarlarini Uyg'ur tiliga muvaffaqiyatli tarjim qilganligining o'zi bir karomatdir. Olimning aytib berishicha, u Shohnomani tarjima qilish jarayonida ham ko'p qiynalgan, ham Shohnomadan ko'p ilhom olgan. Shu vajidan u 1993-yili Xinjiang Universiteti ilmiy jurnalida Sharq adabiyotidagi bahayvat klassik xazina Shohnoma nomli ilmiy maqolasini e'lon qilib, Shohnomaning muvaffaqiyatiga yuksak baho bergan. Davomlashtiray. 5. Abdushukur Muhammad Eminning fanni umumlashtirishga oid ijodiy asarlari.
Fanni umumlashtirish bo'yicha yozilgan asar maqolalarmi bir xil ijodiyat asarlari jumlasiga kiradi. Bu xil asar yoki maqolalarning hajmi nisbatan kichik, mazmuni ommabop, tili tushunishlik bo'lib, kishilarning qabul qilishiga aplik bo'lishdek aloyidlikka ega. Olim Abdushukur Muhammad Eminning bu jihatdagi ajr amgikimi zo'r, to'kpisi cheliqarliq, ijtimoiy unumi nihoyatda yuqori. To'liqsiz ma'lumot qaraganda, uning bu jihatdagi e'lon qilgan maqolalari 60 parchadan ortiq. Bu yerda vakillik xarakterga ega bir qism maqolalarning mavzusi, e'lon qilingan o'rin va yilini ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda 44 parcha maqolaning temasi berilibdi. Men bularni birdan o'qib o'ltirmay, ammo kitob o'qish munbirimizda bu maqolalardanmi bir necha maqolalar o'qilgan. Masalan, o'qituvchi to'g'risida kitob va kitob madaniyati, g'arbiy yurt muarif tarixidan bir uchur deganga o'xshash maqolalar kitob o'qish munbirimizda o'qildi. Hozir o'ylab baqsam, kitob o'qish munbirimizda haqiqatanmi marhum olimimiz o'zi yozgan maqolalar, boshqalarning marhum olimimizga atab yozgan maqolalari xeyli ko'p salmoqni egallaydi ekan. Hatto shundoq deb kesib ayta olmaymanki, boshqa har qanday ijtimoiy taratqularda kitob o'qish munbirligiga o'xshash hajmda o'qilgan Abdushukur Muhammad Eminning asarlari yo'q deb o'ylayman. Balkim ba'du bilmayotganman, agar bilsanglar kitob o'qish munbirimizninki inkas supsiga yozib qo'ysanglar, albatta o'qilmaganlarni tanlab o'qib bersam bo'ldi. Yana bir mazmun bor, 6-chi Abdushukur Muhammad Emin tadqiqotining alohidligi. Professor Abdushukur Muhammad Emin hayotining ko'p qismi ilmiy tadqiqot bilan o'tgan hayot. Biz olimning asarlarini turga ayirish, ratlash, tartibga solish va tafsiliy analiz qilish orqali hozircha uning tadqiqotidagi 7 turlik aloyidlikni his qildik. Birinchi, olim berilib izlanish ruhiga ega. Olim Abdushukur Muhammad Eminda bir yuksak g'oya bor edi. U bo'lsa-mu butun aql parasti va yurak qinini Uyg'ur madaniyati tadqiqotiga bag'ishlashdan iborat. U bu g'oya manzilida berilib izlandi, hormay talmay ishildi. Uning qalami bir kunmi yozishdan to'xtamadi. U ko'p qitim bolnisda yotdi. Bu jarayonda doktorlar uning kitob ko'rish, xat yozishini qattiq cheklagan bo'lsa-mu, u gohida oshkora, gohida yoshirin kitob ko'rdi. Qalam tavratdi. Tadqiqot yo'lida u qimmatli hayit bayram, dam elish kunlarini unutib qoldi. To'y to'kin, nazir chiroq, o'yin tomosha, choy dasturxonlarga ishtirok qila olmadi. Do'st og'ina, yor birodar, el jamoatni ko'p yo'qlay olmadi. Hatto u vafot bo'lgandimi, qo'lida qalam tutuqliq holatda tadqiqot ustulida yiqildi. Ilmiy tadqiqot yo'lida bu darajada o'zini unutish, berilib izlanish ruhi tadqiqot tarixida bo'lgandi, lekin bizningcha ko'p emas. Shunga biz olimning bu xil qimmatlik ruhini uning sarxil alohidligi deb qaradik. Ikkinchi, olimning tadqiqoti tadrijiy mukammallashish yuzlanishiga ega. Olim Abdushukur Muhammad Eminning tadqiqoti 23 yoshida, ya'ni 1956-yili Uyg'ur xalqining 11-asrdagi ikki buyuk olimi degan nomda e'lon qilingan ilmiy maqolasidan boshlangan. Uning oz-kam 40 yillik tadqiqot natijalariga ko'z solib tashlaganimizda, shuni chunqur his qildikki, olimning tadqiqoti son va sifat jihatda kamtuklikdan mukammallikka, kelangsizlikdan ixchamlikqa,
chechilang'u tarqoqlikdan jamlik umumiylikqa qarab yuzlangan ham taraqqiy qilgan. Alayliq uning Farabi haqidagi tadqiqoti ayrimlikdan tadrijiy umumiylik darajasiga ko'tarilib, oxiri 1985-yilda nashr qilingan Farabi va uning falsafa sistemasi degan yirik asriga markazlashgan. Uning Yusuf Hojib va Qutatqu Bilik haqidagi tadqiqotimi parch-puratlikdan tadrijiy mukammallashib, Qutatqu Bilik xazinasi degan maxsus asarga umumlashgan. O'xshashla olimning Uyg'ur muqam xazinasi nomli asarimi uning bir umr mashg'ul bo'lgan Uyg'ur muqamlari haqidagi tadqiqotining yuqori pallasi hisoblanadi. Halbuki olim tadqiqotining bu xil yuzlanishi va taraqqiyoti shay'iylar taraqqiyotining mantiqisiga tamoman mos keladi. Uchinchi, olimning tadqiqoti nishon jihatda aniqlikqa ega. Professor Abdushukur Muhammad Iminning tadqiqot doirasi nisbatan keng, asarlari ko'p va xilma-xil. Bu hol kishilarga olim go'yo hamma sohaga eslab olgandek tuyg'u berib qo'yadi. Ammo biz hodisidan mohiyatga, tashqarisidan ichkarisiga o'tib qaraydigan bo'lsak, ahvolning bo'lakcha ekanligini ko'rib olamiz. Olimning tadqiqot nishoni nihoyat aniq. U bo'lsa-mu Uyg'ur madaniyati tadqiqotchiligidir. Bu yerda shuni ko'rsatib o'tishni lozim topdikki, olimning Uyg'ur madaniyatini tadqiq qilishdagi metodi boshqacha. U Uyg'ur madaniyati tadqiqotini bir tekshilikda emas, balki uni muayyan bir madaniyat kategoriyasi, madaniyat sistemasi, madaniyat qatlami va madaniyat munosabati ichiga qo'yib, uningdan buningga o'tib tadqiq qilgan. Olimning qarashicha, Uyg'ur madaniyati dunyoda tanho madaniyat bo'lmasdan, balki u O'rta Osiyo madaniyatining bir qismi, Sharq madaniyatining bir qismi, hatto dunyo insoniyat madaniyatining bir tarkibiy qismi. Shuna Uyg'ur madaniyatidan iborat bu kichik atmosferani cho'ng atmosfera ichiga qo'yib, o'xshashmagan nuqta, o'xshashmagan taraf, o'xshashmagan qatlam va o'xshashmagan munosabat nuqtasidan chiqib tadqiq qilish lozim. Halbuki olimning bu xil qarashi ilmiy va mohiyatli bo'lib, dialektikaga uyg'un keladi. Agar Uyg'ur madaniyati tadqiqotchiligi olimning qarashining aksicha zaman, makan, munosabat, qatlam, kategoriya va sistemadan tanho holda elib berilsa, uningda na ilgirlash bo'lmaydi, na unum bo'lmaydi. Olim Abdushukur Muhammad Imin boshdan oxir Uyg'ur madaniyatini tadqiq qilishni yadro qilib, mazkur yadroni tarix, jug'rofiya, til, adabiyot, san'at, etnografiya, arxeologiya, din, etika qatorliq ko'p nuqtalardan chiqib tadqiq qilgan. Uning Uyg'ur madaniyati tadqiqotchiligida mohiyatlik ilgirliganligining va ba'zi sohalarda bo'sish xarakterlik muvaffaqiyatlarga erishganligining haqiqiy siri mana shu yerda. To'rtinchi, olimning tadqiqoti izchillikqa va chunqurlikqa ega. Olim Abdushukur Muhammad Iminning 40 yillik tadqiqot tarixiga to'g'ri va tik liniyadan qaraganda, uning tadqiqoti izchillikqa ega. Bu birinchidan uning tadqiqotining izchil davom qilganligida, ikkinchidan uning tadqiqotdagi ko'z qarashining izchil bo'lganligida, uchinchidan uning har bir masaladagi qarashining izchil bo'lganligida ro'shan ifodalandi. Albuki izchillik va ziddiyatsiz bo'lish ilmiy tadqiqotning zarur sharti. Olimning fikri yo'li ravon, chiqish nuqtasi aniq bo'lg'achqa, uning asarlarida ziddiyatlik qarash, ziddiyatlik yakun, tayinsizlik, lingirtaqtaqlik alomatlari ko'rilmaydi. Olimning ba'zi maqolalardagi va ba'zi masalalardagi bir qism ahvollar bo'lsa, bilish va qarashining yengilishining
ifadesidir. Biliş ve qarışının yenilenişinin ifadesidir. Alim burunqi bir qism meselelerdeki qarışının toğru bolmagan taraflarını keyinki maqallarda aniq tuzatgan. Onun bazı maqallarının tekrar e'lon qilinishinin sebebi mi? Mana shu yerda. Bu bilish taraqqiyoti dialektikasiga uygun keladi albatta. Alimning tadqiqotining chunqurlikqa ega ekanligi shu yerdagi zaman taraqqiyoti nuqtasidan kuzatganda uning tadqiqoti tezlikdan chunqurlikqa, oddiylikdan murakkablikka, bir taraflamalikdan ko'p taraflamalikka, oddiy tonishtirishdan muhokimalik tadqiqotga qarab taraqqiy qilgan. Ya'ni tadrijiy chunqurlikqa qarab yuzlangan. Hurmatli kitobxonlar, olimning 1980-yili nashr qilingan Uyg'ur xalqining klassik muzikasi 12 muqam haqida degan asari bilan nashr qilinish oldida turgan Uyg'ur muqam xazinasi degan asarni selishtirib o'qisa, olimning tadqiqotining tadrijiy chunqurlab borganligini his qila oladi. Bu nuqtani asar maqolalarning mavzusidanmi ko'rib olishga bo'ladi. 5. Olimning tadqiqoti mo'l materiallik qimmatiga ega. Olim Abdushukur Muhammad Iminning qaysi turdagi asarlarga nazar tashlasangiz, uningda nihoyatda ko'p qimmatlik materiallarning borligini his qilib qolmasdan, ya'ni u bu materiallarni qachon, qayerda, qandoqsiga to'plagan bo'lg'iti deb hayronlikdami qolasiz. Olimning mayli yirik asarlarda bo'lsin, mayli bir parcha maqolasi bo'lsin, tarixiy obida yozma materiallar, arxeologiyalik materiallar, oldingilarning tadqiqot materiallari, Uyg'ur al madaniyati materiallari nihoyatda mo'l. Olim bir umr to'plagan qimmatlik materiallarni ilmiy tadqiqotlarda bakmi unumli qo'llandi. Tadqiqotchilarimiz olim naql istana olgan bu manba uchurlardan ilgirimi foydalangan edi. Hozirmi foydalanyapti. Kelgusidimi foydalangusi. 6. Olimning tadqiqoti puxtalikqa ega. Har qanday bir ilmiy asar, ya'ni hajmi mayli cho'ng, mayli kichik bo'lsin, muhokama temasi, muhokama asosi va muhokama shaklidan iborat 3 omildan tarkib topadi. Mushu 3 omil organik bog'langan asar kompozitsiyasi mantiqliq asar hisoblanadi. Olim Abdushukur Muhammad Iminning asarlari mana mushu o'lchamga to'liq tushadi. Uning har bir asarning muhokama temasi aniq, tushunishlik, muhokama asosi yetarlik, muhokama shakli abchil, ravon, qoidalik. Shunga uni o'qigan odam chuvalchoqlik, kelangsizlik va qo'pollik his qilmaydi. 7. Olimning tadqiqot tili o'zgachalikka ega. Olim Abdushukur Muhammad Iminning til o'zgachiligi 2 jihatda ko'riladi. Biri so'z ishiltish jihatda olim ko'proq ilmiy uqum atalg'ularni ishiltadi. Yana biri jumla jihatda olim qo'shma jumla yoki jumlalar to'pini ishiltishga odatlangan. Shu sababli olimning asarlarining tili nisbatan ig'ir bo'lib, diqqat bilan o'qimaganda osonlikcha tushangili bo'lmaydi. Bayon intonatsiya jihatda ahangdor, go'zal bo'lib, kishiga estetik zavq va ilhom bag'ishlaydi. Bir olimning zo'r muvaffaqiyati go'zal kishilik axloqi va astoydil ilmiy axloqidan ayrilolmaydi albatta. Oxirida bu nuqtada so'z ochadigan bo'lsak, axloq fazilat jihatda olim Abdushukur Muhammad Imin kamtar, yig'ir besiq va kang qo'rsoq kishi edi. Uning vujudida manmanlik, hakovurlik, mag'rurlik, tamaxo'rlik illatlari ko'rilmaydi. O'zini ko'rsatishni xohlamaydi. Vaqtini ching tutib ishlaydi. Izlanishni, ijod qilishni, tadqiq qilishni eng muhim o'ringa qo'yadi. Imkoniyatning boricha astoydil bo'ladi. Hozir qo'limizda bor mutlaq
to'g'ri deyolmasakmi, materiallarga asoslanganda olim Abdushukur Muhammad Emin hayotida yirik asarlardan nashr qilingan va nashrga tayyorlangan 18 kitob, ilmiy maqolalardan 135 parchadan ortiq, adabiy ijodiyat asarlaridan 8 to'plam, tarjima asarlardan 5 kitob, fanni umumlashtirishga oid maqolalardan 60 parchadan ortiq bo'lib, jami 250 parchadan ko'p ilmiy, adabiy va nazariyaviy asarlarni bizga miros qoldirib ketdi. Maqolamizning oxirida O'rta Osiyo xalqlari, jumladan Uyg'ur xalqining tarixi va madaniyati haqida bir umr izlangan va o'lmas asarlarni ro'yobga chiqargan bu mashhur olimning ruhiga aminlik, oxirat safariga xayrlik manzil tilaymiz. Tamam. Hürmetli qarindoshlar, shuning bilan marhum Abdushukur Muhammad Eminga bag'ishlangan Abdushukur Muhammad Eminning izdinish yo'li va muvaffaqiyati nomli bu maqolani o'qib tamomladim. Albatta maqoladagi kitoblarning ismlarini asosan o'qib berdim desammi, lekin ilmiy maqolalarning, adabiy maqolalarninki ismlarini to'liq o'qib bermadim. Bayqi xulosida anlaganinglardek, ya'ni maqola, mazkur maqola e'lon qilingan 1996-yilda marhum olimimizning 250 parchadan ortiq asari statistika e'lingan. Uningdan keyin nashriyatda yoki jurnallarda besilib ijra saqlayotgan asarlari, kitoblari va shundaqla boshqa tillarda nashr qilingan yoki ayni vaqtida nashr qilinish oldida turgan u maqolalar bu statistikaning ichida emas deb o'ylayman. Qisqasi, marhum olimimiz haqiqatanmi g'usulluq, mo'l g'usulluq bir olim edi. Her vaqt faxrlanamiz. Ma'qul amsa, bugungi kitob o'qishimiz mishagicha bo'lsin. Kelar qaytimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, aman bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Ma almalarninki hidlari yennimda. Va kitob qo'shmoqim. Al ustida degan michchida almalar. Pastlarga tushib ketibdi. Biraz tartib hazırlanlarsın ya. Eski kitap bu. Hayır hoş. Çede. Aynen. Şunçalık çıraylık. Seyrekler çok. Çünkü getirmeyi kaptım Allah aşağılar. Çünkü çıktı bunlar. Maşallah. Çünkü. Şimdi
Qismeti qamus hayatning, her biti rahat manga. Mayli qayg'u, mayli shodliq, kelgini omad manga. Bo'lsigara qalbingda hikmat, qilg'usi jutni bahar. Bo'lmasa qalbimda hikmat, omadim opat manga.